Ilm yo'lidagi safar nafaqat yangi bilimlarni egallash, balki dunyo madaniyat ko'zgusida o'zligingni qayta kashf etishdir degan edi xitoylik mashhur faylasuf Konfutsiy. Assalomu alaykum. Siz Yuzma Yuz loyihasining galdagi sonini tomosha qilyapsiz. Bugun studiyamizga bir emas, 4 nafar suhbatdoshimiz tashrif buyurishgan. Ular Indoneziya ta'lim universitetida tashkil etilgan talabalar almashinuvi dasturida ishtirok etib, u yerdagi o'quv dasturi bilan tanishib, malaka oshirib qaytgan Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot fakulteti talabalari. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Kuzatuvchilarimizga sizlarni tanishtirib o'tsam, Ne'matjon Abduvohidov, Sevara Eshboriyeva, Marhabo Xushboqova, Komila Tojiyeva. Siz bu dasturimiz davomida Indoneziya ta'lim universitetida tashkil etilgan talabalar almashinuvi dasturidagi ishtirokingiz haqida suhbatlashamiz. Sevara, ushbu dastur va unda ishtirok etish imkoniyati haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Bu dastur talabalarga xorijiy davlatda amaliyot o'tash, ularning madaniyati va kundalik hayoti bilan yaqindan tanishishga yordam beradi. Biz ham Indoneziyaning ta'lim universitetida 1,5 oy davomida bo'ldik va bu jarayonda ularning turli xil amaliy mashg'ulotlariga qatnashdik, madaniyatini o'rgandik va dunyoqarashlari bilan tanishdik. Ne'matjon, Indoneziya ta'lim universitetida o'quv jarayonlari qanday tashkil etilgan ekan? Indoneziya o'quv dasturi asosan talabalarni aktiv bo'lishga chaqiradi. Bundan tashqari tashkiliy ishlarga ham ko'proq chorlanadi talabalar va ularda ta'lim sistemasi ko'plab fanlarni yagona fanlarga integratsiya qilish jarayonini olib boradi. Ya'ni bir nechta fanlarni birlashtirgan holatda ta'lim jarayonini olib borishadi. Marhabo, indoneziyalik professor o'qituvchilarning dars o'tish uslubi va talabalarga munosabati haqida nimalar deya olasiz? Asosan indoneziyalik professorlar talabalar bilan milliy qadriyatlarni saqlagan holda dars o'tishadi va talaba va professor o'rtasida qanaqadir bosim yoki kuch yo'q, ular erkin holda dars o'tishadi va ular asosan talabalar professordan reallikka asoslangan materiallarni so'rab, taqdimotlar orqali tushuntirishlarni so'rashadi va shu orqali jamoaviy ishlash bilan leksiyalar o'tiladi. Rahmat. Komila, baholash tizimi va talabalarga beriladigan vazifalar haqida ham aytib o'tsangiz. Baholash tizimi o'zimizga o'xshash, Xems o'quv dasturiga o'xshash dastur orqali baholanadi. Dars davomida talabalarga mashg'ulotlar beriladi va jamoaviy tarzda ishlashadi. Dars jarayoni juda erkin, do'stona va talabalarga nisbatan hech qanaqa bosimlar yo'q. Uyga beriladigan vazifalarda ham jamoa tuzgan holda vazifalar berib boriladi. Universitetda olgan bilimlaringiz Indoneziyada qay darajada asqotdi deb o'ylaysiz? To'g'risini aytadigan bo'lsak, universitetda olgan bilimlarimiz darslar jarayonida vaziyatli masalalarda ancha asqotdi. Bir nechta darslarda katta guruhlar, ya'ni katta bosqich talabalar bilan darslarda bo'ldim. Shunday bo'lsa-da, ulardagi vaziyatli masalalarga erkin tarzda mustaqil fikrlarimni bildira olishga muvaffaq bo'ldim. Marhabo, sizning fikringiz? Aytib o'tganingizdek, men 3-bosqich talabasiman. Biz o'zi deyarli klinikaga kirganimiz uchun ularning katta kurs talabalari bilan hech qanaqa muammolarga duch kelmadik. Men uchun hamma narsa juda ham chiroyli va tushunarli bo'ldi. Men uchun hech qanaqa qiyinchiliklar o'zga kelmadi. Komila, sizdachi? Men 4-kurs talabasiman va atrofimdagilarga nisbatan ko'proq narsani bilishga majburman va dars davomida ham xuddi shunday bo'ldi. Bu yerda ko'proq narsa o'tilgani va o'rgatilgani sababli dars jarayonlarida qiynalmadim. O'zbekistonda olgan bilimlarim asosan laboratoriya mashg'ulotlarida asqotdi hamda seminarlarda. Biz O'zbekiston va Indoneziyadagi turli xil kasalliklarni uchrashini tahlil qildik. Ne'matjon, laboratoriya mashg'ulotlaridagi bevosita ishtirokingiz, jumladan vaziyatli masalalar bilan ishlash kasbiy ko'nikmalaringizni qay darajada rivojlantirdi? O'ylashimcha, bu meni kasbiy ko'nikmalarimga juda katta foyda ko'rsatdi. Chunki bu jarayonlar haqiqiy real kasbiy muhitni stimulyatsiyalaydi va men o'sha vaqtda xuddi doktordek his qildim. Chunki talabalar o'rtasida haqiqiy diskussiyalar bo'ladi, ya'ni muhokamalar ushbu vaziyatli masalalar bo'yicha va indoneziyalik talabalar bilan o'zimni fikrlarimni almashishga muvaffaq bo'ldim. Sevara, ilmiy tadqiqotlarda bevosita ishtirok etish sizga qanday yangi tajribalar berdi? Ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish asosan maqola yozish, Scopus tizimida ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni yig'ish va xulosalashga yordam berdi. Kelajakda ilmiy maqola yozmoqchi bo'lganimda bu egallagan tajribalarim menga katta yordam beradi.
Rahmat, marhabo. Malaka oshirish davomida qaysi fanlar yoki amaliy mashg'ulotlar sizda eng katta taassurot qoldirdi? Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, u yerda bitta fanimiz bor edi. Exercise and Sport Physiology. Bu fan o'zimizda ham bor, gigiyena fani. Lekin gigiyena faniga qo'shimcha jismoniy tarbiya fanini qo'shgan holda dars o'tishdi. Dars jarayonida rostdan ham biz sport zallariga bordik, trenerlar bilan tanishdik. Trenerlar bizga qaysi kasalliklarda qanday mashg'ulotlar qilish, qanday mashg'ulotlar bizda to'g'ri kaloriyani taqsimlashga yordam berishi haqida chuqur ma'lumot berishdi va o'sha narsa men uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Komila, interaktiv darslar va laboratoriya mashg'ulotlari sizning bilim va amaliy ko'nikmalaringizga qanday ta'sir ko'rsatdi? U yoqdagi laboratoriya mashg'ulotlari nafaqat nazariy, balki amaliy tarzda ham amalga oshirildi. Masalan, quyonlarda tajriba o'tkazdik. Tripikomet tomizg'ich dorisini shu quyonlarning ko'z qorachig'iga kengayish va to'rayish davrini hisoblab chiqdik va bu juda qiziqarli mashg'ulot bo'ldi. Boshqa mashg'ulotlarda ham faol qatnashdik. Indoneziyalik talabalar bilan muloqot qanday kechdi? Juda yaxshi kechdi. Indoneziyalik talabalar ancha kirishimchan, pozitiv va optimist talabalar. Indoneziyalik talabalar ko'pchiligi ekstravert. Umuman olganda muloqot umuman qiyin bo'lmadi. Ko'pchiliklari ingliz tilini juda yaxshi bilishadi va bizga yordam kerak bo'lgan vaqtda, masalan, bir joylarda, manzillari yoki qiziqarli joylarga sayohatlarda ular bemalol yordam berishdi bizga, hech qanaqa qiyinchiliklarsiz. U yerda bularga nisbatan ko'proq do'st orttirdim va biz ulardan ijtimoiy tarmoqlardan bizga nima obuna bo'lishdi, biz ham ularga obuna bo'lishdik va o'zlarini milliy taomlaridan bizga olib kelib berishdi. Olib yeb ko'ringlar, keyin qayerda qanday ovqatlar olishimiz mumkin, o'shalar haqida ham ko'p ma'lumot berishdi. Keyin internetda qanaqa ma'lumotlar qidirish va kutubxonalarni tanishtirib, u yerda bor kitoblarni bizga qizg'anmasdan berib, ko'ringlar, olinglar, o'qinglar deb o'sha taraflama u yerdagilar do'stonaroq. Qanday milliy taomlar bor ekan? Agar milliy taomlarni gapiradigan bo'lsak, ko'p milliy taomlari biznikidan farq qiladi. Achchiq va keyin ko'p milliy taomlari dengiz taomlari, keyin asosan aytadigan bo'lsak, padang ovqatlar, padang foods degan restoranlarga bordik, keyin nasi goreng kabi ovqatlar bilan tanishib, asosan shu narsalar bilan yeb kun kechirdik. Sevara, indoneziyalik talabalarning bizning talabalardan farqi nimada? Asosiy farqlaridan biri bu ularning guruh bo'lib ishlashi va ko'proq ochiq muloqotga moyilligi. Bizda talabalar esa ko'proq nazariy bilimlarga suyanadi. Ular ko'proq amaliy mashg'ulotlar bilan ko'proq o'zlarini ko'rsatishadi. Yana bir farqlardan biri shu talabalarning integratsiyalangan fanlarga seminar bosqichlariga tayyorlanish. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, fanlar birlashtirilgan bo'ladi. Bitta guruh a'zolari tomonidan bo'lib olinadi. Bir kishi anatomiya, yana kimdir gistologiya, yana kimdir patologiyasini o'rganadi va ushbu jarayonda hamma talaba bir-biridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Men o'ylashimcha, bu ancha qulaylik yaratadi talabalarni o'zlashtirishi uchun fanlarni. Mahalliy aholi va xorijiy talabalar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklar yuzaga kelmadimi? Umuman olganda yo'q. Universitet ichida talabalar hammasi deyarli ingliz tilini biladi. To'g'ri, Indoneziyaning ko'pchilik xalqi ingliz tilini bilmasa ham, hozir texnologiya ancha rivojlangan. Google Translator va boshqa tarjima qurilmalari orqali biz umuman olganda qiyinchiliklarga deyarli duch kelmadik. Sizda-chi, Komila? Xorijiy talabalar va u yerning etnik xalqi bilan suhbatlashishda albatta ularda ko'pchiligi ba'zilari ingliz tilini bilmasligi mumkin. Shunday holatda ham biz qiynalmadik, chunki xalqi juda ham mehmondo'st va doimiy tabassum qilib turadi. Shuning uchun suhbatda qiynalmaysiz, ochiq munosabat qilishingiz mumkin. Marhabo, siz qiynalmadingizmi? Menda qiynalgan joylarim bo'ldi. Mahalliy aholi bilan suhbat qurishda asosan qiynaldik, chunki u yerda
etnik xalqlar ko'p, aytib o'tganimizdek, lekin talabalar baribir bizga yordam berishga va o'sha ingliz tilini biladigan yaxshi do'konlar ham bor. Misol uchun, zamonaviylashgan shopping sentrlarga borsak, u yerda bemalol ingliz tilini tushunishadi qo'ldan kelgancha. Lekin ko'chaga chiqsak, mahalliy taomlar yoki mahalliy do'konlarga borsak, o'sha yerda sal qiyinchiliklar bo'ldi. Sevara, sizda ham muloqot qilish jarayonida qiyinchiliklar yoki qiziqarli voqealar bo'ldimi? Yo'q, menda umuman qiyinchiliklar bo'lmadi, chunki talabalarning deyarli barchasi ingliz tilida gapira oladi. Universitetdan tashqarida esa oddiy ishoralar bilan ham tushuntirsa tushunishadi. Shuning uchun qiyinchiliklarga duch kelmadim. Bizda ovqatlar bilan bo'ldi, chunki ba'zi bir ovqatlarga ko'nikishimiz juda ham qiyin bo'ldi. Chunki u yer tropik mamlakat bo'lgani uchun o'zimizda ko'rmagan mevalar, yeb ko'rmagan narsalarimiz juda ham ko'p edi. Misol uchun biz u yerda durian yeb ko'rdik. Birinchi marta taassurotimiz to'g'risi yaxshi bo'lmadi. Lekin vaqt o'tishi bilan adaptatsiya yaxshi bo'lgani uchun ko'nikib ketdik. Dastur doirasida Indoneziya xalqining qaysi urf-odatlari yoki an'analari sizlarni hayratga soldi? Universitet kampusida deyarli har kuni bayram. Talabalar 5-10 ta bo'lib o'tirib olishib, chog'i asboblarida qo'shiqlar kuylashadi, chalishadi, turli xil o'yinlar qilishadi. Undan tashqari oddiy aholi ham deyarli har kun sayohatlarga chiqib turishadi. Umuman ularda hayot juda ham zavqli. Xorijda yashash sizni qaysi jihatingizni o'zgartirdi? Birinchi navbatda intizomli bo'lishga va qiyin vaziyatlardan qanday chiqib ketishni eplash, o'sha qiyin vaziyatlarda dovdirab qolmaslikka o'rgatdi. Yana bir jihati bu ochiq ko'ngillik bilan tezda muloqotga kirishish bo'ldi. Chet davlatda bo'lish mustaqil yashashga va mustaqil qarorlar qabul qilishga undadi. Ko'p jihatdan qiynaldim deb ayta olmayman, chunki hozirda ham o'qish jarayonida yo boshqa narsalarda ham doim mustaqil bo'lganman. Ko'p narsada qiynalmadim. Xorijda yashash meni ko'proq mustaqilroq qildi, moslashuvchanligimni oshirdi va ochiq fikrlik qildi va turli madaniyatlarni tushunishimni yanada kuchaytirib berdi. Indoneziyalik professor o'qituvchilar yoki talabalar bilan biror dolzarb tibbiy masala yuzasidan muhokamalar qildingizmi? Ha, qildik. O'zbekistonda ham Indoneziyada ham tibbiyot sohasidagi ayrim kamchiliklar, bundan tashqari sog'liqni saqlash bo'yicha, ya'ni aholilarimizda bo'ladigan eng ko'p kuzatiladigan kasalliklarni tarqalish yo'llari va ularga sabab bo'ladigan turli xil omillarni o'rtasida ko'proq diskussiyalar olib bordik. Nafaqat o'quvchilar, balki biz bilan birga ketgan ustozimiz ham, Zibo Xudoyqulova ham ushbu diskussiyalarda faol qatnashdi va ularga turlicha yechimlar izlashga harakat qildik. Va bundan tashqari biz bilan birga Indoneziyaga mas'ul shaxs bo'lib ketgan kishi bu Zebo Ravshanova. Ustozimizga juda ham kattakon rahmat aytamiz. Ustozimiz o'zi juda ko'p mamlakatlarda bo'lganligi, sayohatlarda nimalar kerakmasligini bilganliklari uchun biz deyarli qiynalmadik. U kishiga biz hammamiz kattakon rahmatimizni aytib qolamiz. U yerdagi talabalardan nimalarni o'rgandingiz? Maqola yozish jarayonida bir qancha talabalarga biriktirildik va o'sha talabalardan o'rgangan narsalarimiz juda ko'p bo'ldi. Masalan, Scopus qidiruv tizimida hamda netbook hamda PubMed orqali ko'plab aynan kerakli savollar bergan holda kerakli ma'lumotlarni olishni o'rgandik. Indoneziyaning qaysi joyi eng ilhomlantiruvchi bo'ldi? Indoneziya juda ham chiroyli shahar, tabiati va o'zining go'zalligi bilan odamni o'ziga tortadi. Lekin meni eng o'ziga tortgan jihati bu Pangandarandagi Hind okeani yaqindagi sohilda bo'ldi. Birinchi marta okeanni bu qadar his qilishim edi. U juda ham go'zal, buni ta'riflashga tilim ojiz. Tadqiqot olib borgan joy haqida gapirmoqchiman. Bu Subang qishlog'i haqida. U qishloq ham o'sha Bandungga yaqin joyda joylashgan, bir necha kilometr narida, lekin tabiati ham juda ham chiroyli, toza havo, aholi ham nisbatan kamroq joylashgan joy edi va biz u yerda ikkinchi tip qandli diabetni davolash uchun choralar qidirdik. Misol uchun turli xil kimikatlardan qochgan holda tabobat orqali davolash usullarini ko'rib chiqdik o'sha orolda.
Menga eng yoqqan va hayratga qoldirgan joyi bu orxideya o'rmoni bo'ldi. Bu yerda orxideyalarning, balki boshqa turdagi o'simliklarning turli xil turlarini uchratish mumkin. Unda umumiy qilib olganda o'simliklarni muzeyi desa ham bo'ladi. U yerdagi atmosfera juda ham chiroyli va biron kun yana tashrif buyurishni xohlagan bo'lardim. Menga esa shaharda har xilligi yoqdi, ya'ni bir xillik juda kam shaharda va zerikib qolish juda qiyin. Tashrif buyursa bo'ladigan qiziqarli joylar juda ko'p. Bozorlar, shopping senterlar, undan tashqari ko'ngilochar joylar, ya'ni aytishimiz mumkin kafelar, restoranlar juda ko'p va insonlar ham u yerda juda gavjum. Deyarli har kuni, faqatgina yakshanba yoki dam olish kunlari emas. Hafta o'zi ko'ngilochar mashg'ulotlarni juda yaxshi ko'radi va Bandung shahrida zerikib qolish juda qiyin narsa deb o'ylayman. Siz kabi talabalarga xalqaro almashinuv dasturida ishtirok etish uchun qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Albatta, birinchi navbatda til o'rganishlarini va o'z ustilarida ishlab, kelajak uchun birinchi maqsad qo'yishlari, maqsadlariga qadam erishishlarini, bitta maqsad qo'yib, maqsad qo'ygandan so'ng unga yetish uchun juda ham katta qadamlar shart emas. Intizom bilan, ketma-ketlikda o'sha maqsadga erishishni. Komila, siz qanday maslahatlar berardingiz? Men kabi o'qiyotgan talabalarga avvalambor agar kelajakda chet davlatlarda o'qish yoki tajriba almashish maqsadlari bo'lsa, albatta birinchi navbatda tilni yaxshi o'rganishlarini maslahat bergan bo'lardim. Bu yo'lda muhimi boshlab olish emas, uni oxirigacha yetkazishlarini maslahat berardim. Chunki yarim yo'lda tashlab ketilgan holatda hech qanaqa maqsadga erisha olmaydilar. Maqsadlarga qattiq yopishgan holda amalga oshirishlarini xohlardim. Asosan til boyliklarini o'stirishi, bundan tashqari talabalar ancha kirishuvchan bo'lishi kerak. Bu ularni ushbu davlatlarda do'stlar orttirishi uchun ham foydali. Bundan tashqari ushbu davlat madaniyatidan o'zlariga foydali bo'lgan ko'nikmalar hosil qilish uchun ham juda kerakli. Bundan tashqari, albatta dangasa bo'lmaslik, o'zlarini kasbiy salohiyatlarini yetuk darajada rivojlanish uchun katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, fikringizga qo'shilaman. Talabalarga maslahatim asosan shu turli xil dasturlarda qatnashishlarini, maqolalarni ko'proq yozishlarini, keyin albatta bitta emas, bir nechta tillarni o'rganishlarini maslahat bergan bo'lardim. Bu kelajakda o'zlarini ochiq fikrlashlariga va chet el davlatlarida o'qishiga katta yordam beradi. Yana asosiy maslahatlarimdan biri bu universitetda yaxshi huquqda bo'lish. Bundan tashqari JP ballarni imkonli darajada yuqori saqlash va mutaxassislikda yaxshi o'zlashtirish, chunki kriteriyalardan bittasi mutaxassislik bo'yicha yaxshi ko'nikmalarga ega bo'lish edi tildan tashqari. Chunki biz tibbiyot oliygohiga borayotganimiz uchun bizni tibbiyot borasidagi bilimlarimiz ham yaxshigina sinovdan o'tkazishgan. Javoblaringiz uchun rahmat. Kelgusi rejalaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Studiyamizda xush ko'rdik. Vaqt oliy hakam deganlardek, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Termiz iqtisodiyot va servis universiteti faoliyatiga doir suhbatlarni taqdim etishda davom etamiz. Fikr va takliflaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Kelgusi suhbatlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.